Ustoz Abu Ali Dakkat peshidan o'tgan bir voqelikni so'zlab mundoq deydi. Bir o'quvchi ustozidan inson Alloh taolaning o'zidan rozi bo'lganligini his qila olamdi deb so'radi. Ustozi o'quvchisining bu savoliga javob berib, "Yo'q, his qila olmaydi. Buni qandoqmi his qila olasan?" dedi. Heliq o'quvchi, "Men unda qaramayman. Meningcha, banda Rabbining o'zidan rozi bo'lganligini his qila olishi mumkin" dedi. Ustozi, "Qandoq deysan?" "Men qalbimning Allohdan rozi bo'lganligini his qilgan chig'imda, ko'nglimda Allohmi cho'qim mendan rozi bo'ldi-ku deb o'ylayman" dedi o'quvchi ustozining savoliga javob berib. Bu javobni anglagan ustoz, "Aferin o'g'lim. O'ylaganlaring haqiqatan to'g'ri" dedi. Musa alayhisalom bir kuni, "Ey Rabbim, menga sen xursand bo'ladigan amalni menga ilhom qilgin" deb duo qildi. Janob Alloh Musa alayhisalomga javob qaytarib, "Sen bu amalning jafosiga chiday olmaysan" dedi. Shuning bilan Musa alayhisalom Rabbiga sajda qilib, yelinib yolvurishga boshladi. Janob Alloh uning takror qilgan duosiga javoban, "Ey Imronning o'g'li, shubhisizki, meni xursand qiladigan eng katta amal mening chiqargan hukmlarimga rozi bo'lishingdir" dedi. Banda ulug' Allohdan rozi bo'lsa, Rabbim uningdan rozi bo'ladi. Amaliyotda bandaning ayniki va guvohchisi uning qalbidir. Hamma odam eng avval qalbiga qarab beqish kerak. Bir banda qalbida Rabbini qanchalik hurmat qilib ulug'lasa, o'zi ham Rabbining nazarida shuningga loyiq qimmatlik va suyimlikdir. Janob Alloh mundoq deydi: "Ular Allohdan rozi bo'ldi. Allohmi ulardan rozi bo'ldi." Yana suyimlik payg'ambarimiz mundoq deydi: "Kimiki atigan kechda Allohning Rabbim, Islomning dinim va Muhammad alayhisalomning payg'ambarim ekanligiga rozi bo'ldim desa, ulug' Alloh haqiqatan qiyomat kuni uningdan rozi bo'ladi va uni rozimanliklar jannatiga kirgizadi." Eg'izida emas, chin qalbidan iymon etgan kishilarning qalbida Allohning rahmatidan aslo umid uzilish bo'lmaydi. Biror ish qilishdan burun obdan o'ylanib, savobli ishlarni tepib qilganlar va Allohga butunlay taslim bo'lib, Allohdan rozi bo'lganlar uchun Allohning rahmati yaqindir. Imtihon dunyosida bo'lganligimiz sababli bizning o'ylanishga tegishlik asli masalamiz bu dunyo hayotidagi orzularimizning ro'yobga chiqmasligi emas, balki Allohning bizdan rozi bo'lishi va Allohning hukmlariga rozi bo'lgan holda yashashimizdir. Shundaqla mushu holatda o'lish va mushu holatda Allohga qaytishimizdir. Mushu shaklda qaytadan yana bir qatim o'ylanib boqaylik. Alloh bizdan rozimi deyishdan burun o'zimiz biz Allohdan rozimi degan savolga javob berib boqaylik. Biz zodi kimlarni rozi qilish uchun yugurib bu 4 kunlik fani dunyoda? Boshqalarning roziligiga erish uchun ulug' Allohning roziligini yo'qotib qo'yayotganligimizni o'ylab boqdikmi? Ilgirki kishilarga o'xshash bizni o'zingga qaytar ya Rabb deb duo qilishimiz kerak. Ilgirki kishilar doim mundoq duo qiladi: "Ey Allohim, qo'llarimizni, ko'zimizni, tilimizni, dilimizni, qalbimizni, aqlimizni va o'y fikrlarimizni o'zingga qaytar. Sendan tilaymiz ya Rabb. Qalblarimizni o'zingga qaytar.